Hamma qilayotgan ishni qilayotgan bo'lsanglar, xursand bo'lishga hojat yo'q. Agar hech kim qilmayotgan ishni qilayotgan bo'lsanglar, xursand bo'lsanglar bo'ladi. Agar shunda ham harakatdan to'xtab qoladigan bo'lsanglar, sizlardan kimdir o'tib ketishi mumkin. Ishxonamizdagi Porsche'dan keyingi Range Rover avtobiografiya avtomobilimizda okamizning temasiga o'zingizlar baho berasizlar. Kechki payt soat 1:30 bo'lsa ham laboylarni bitirib berganmiz. Laboyda tonirovka turibdi, ustidan biz broni plyunkasini qilib berganmiz. Bunaqa okalarimizga bitta narsa kerak bo'ladi. Narxga talashilmaydi, faqat sifat uchun talashiladi. Sifati zo'r bo'lsin deyishda Ultrafitni tavsiya qilganmiz. Bu mashinani men hayron qoladigan narsam, kimdirlar Li avtomobil bilan solishtiradi. Bu narsani umuman Li avtomobiliga taqqoslab bo'lmaydi. Bu matematikaga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Qani bismillah, hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsa, niyat qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Atmosferasiga qaranglar. Bunaqa mashina men aniq aytaman, Lilar bilan hech qanaqasiga solishtirib bo'lmaydi. Bularning temasi boshqa. Mana funksiyalarni ko'rasizlar. Qancha narsalari bor. Qanaqadir minimalizmga e'tibor berilgan, eng asosiy komfort orqa sidinada ekan. Mana qaranglar. Lida yo'q narsalar bor ekan. Agar sizlarga ham sifatli broni plyonka, tonirovka, salon laminatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Xudo xolasa, ishinglarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Videoni yaqin tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.